Assalomu alaykum hammaga. Bugun 23-avgust bizlara toza yuklarimiz geldi. Xohlasa hozir bir qator ko'rsatamiz. Bu bozorning ichidagi 432-dükanımız. Bugungi birinchi partiya yuklarni bundan oldingi videoda qo'ydik. Bu ikkinchi partiya yuklarimiz geldi. Katta xaltalarda. Hammasi toza 2026-yilning modellari. Gelirler uchun jemper jaketlar ham, go'ynaklar ham bor, har xil narsalar bor. Hozir ochib bir qator obzor etib, birma-bir hammasini qo'yib boramiz. Baholari bilan xudo xolasa gelsanglar do'konimizda yangiliklar ko'p. Jaket, jemperlar ham bor, kelinglar giyintiraman deganlar uchun. Baholar ham zo'r, arzon narxda. Go'ynaklar ayollar uchun har xil modellar. Bozorning sirtidagi do'konimizdan go'ynaklarimiz ko'p. Bemalol kelib, kiyib ko'rib olasizlar. Yuklarimiz hali ko'p, yoyilmagan hali, sanab taxlab, xudo xolasa sizlarga obzor etamiz. Har xil bu yilgi toza modeldagi paltolarimiz ham ham chiroyli etib butiklab osib qo'yamiz. Bemalol kelib xarid etib ketaverasizlar. Shu bola jemperlarni toza modellaridan ham zo'rlari bor.